Farg'ona shahri Kalsoy halqa yo'li Qonquyish markazi yonida joylashgan qurilish materiallari omboriga Adhamjon akani oldilariga tashrif buyurdik. Adhamjon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar, Rahmat. Bir ikkita savollar bilan yuzlanaman sizga. Bemalol. Aniq, tiniq, boricha javob berasiz. Ha, albatta. Bunaqada boshlaymiz. Siz uchun materialda eng muhim narsa nima? Narxmi yoki sifatmi? Ya'ni Vero nazarda tutyapman. Avvalambor sifati yaxshi bo'lishi kerak. Sababi bunda odam ishlayib uy quradi, boshqa bo'ladi. Sifatsiz narsadan sifatli narsa doim yaxshi bo'lib kelgan. To'g'ri. Vero sizningcha qay darajadagi brend? Oddiy brendmi yoki premium darajadagi brendmi? Yo'q, Vero gipsokardoni premium darajada desa bo'laveradi. Sababi Vero gipsokardonida nihoyatda ustalar mamnun. Hozirgi mahalda har bitta gipsokardonda o'rni bor, lekin Vero gipsokardonda qulayliklar nihoyatda ko'p. Sababi mana figura masalalari, dizayn masalalari, har bitta dizayn ustalariga ma'qul. Har bitta gipsokardon bilan raqobat qila oladi. Vero gipsokardon bemalol talabga javob beradi. Ko'proq pul topish uchun nima kerak? Tezlikmi yoki aniqlikmi? Ko'proq pul topish uchun Vero gipsokardoni kerak. Vero gipsokardonida ham aniqlik bor, ham tezlik bor. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Javoblar uchun sizga kattakon sinab ko'rishlaring mumkin. rahmat aka. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.